Sovet Jungo Dostluq Shartnomasi va İli hökuməti 1944-yili 8-aylarda başlanğan Ulustay tağlarıdakı qoralliq hərəkət bara-bara kengayib, axırı şu yili 10-ayda Nilqi nayəsinin azad buluşı bilan zor natijalarga erişdi. Azadlıq təşkilatımı ciddi hərəkətə kelib, G'ulji shahrida qo'zg'olon tayyorligi elib bordi. Hamda 7 noyabr kuni G'ulji qo'zg'olonining birinchi o'qini otdi. 5 kunlik jangdan keyin G'ulji shahridagi muhim joylar ishg'ol qilindi. Azadlıq təşkilatı ciddi yig'in chaqirib, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumatining qurilganligini jakarladi. Shuningdan keyin toki Yalta yig'ini echilg'uchi bo'lgan 3 oy ichida İli viloyati ozod qilinib, İli Gomindan qo'shinlaridan talto'kis tozlandi. Bu jarayonda Cumhuriyet o'zining hamma hokimiyat sistemalarini barliqqa keltirdi hamda jiddiy harakatga kelib, butun Uyg'ur diyorini ozod qilishning tayyorlik xizmatlarini ilib bordi. Zurdun Sabir, Ziya Samidi, Saydulla Sayfullayev, Abdurrahman Qahar, Turdi Samsaq qatorliqlarning tasvirlashicha, ayni vaqtda shundoq qaynam toshqinlik manzara shakllanganligi, hamma oldingi saf uchun, istiqloliyat uchun, Cumhuriyet bayrog'ini shingshingshaga qadash shuari ostida hamma xalq o'zlarini inqilob qo'yniga otdi. Ana shundoq ruh tufaylidan Cumhuriyetning tunji askar qabul qilish mezonidanmi 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erlarning hammasi askar bo'lish belgilangan bo'lib, 1945-yili 4-oyning 8-kuni muntazam milliy ozodlik armiya qurilib, burunqi tarmoq partizanlik urushga xotimi berildi. Birlikka kelgan qo'mondonlik ostidagi muntazam intizomliq harbiy sistema barpo qilinib, harbiy mashqlar kuchaytirildi hamda shimoliy, o'rta va janubiy yo'nalishdan iborat 3 frontda jang qilish harbiy plani tuzildi. 1945-yilining iyun oylaridan e'tiboran shimoliy va o'rta yo'nalishdagi qo'shinlar hujumlarini boshlab, sharqda Urumchiga, shimolda Tarbag'atay va Oltayga qarab atlandi. Bu yerda shundoq bir savol tug'ildiki, nima uchun Stalin Yalta konferensiyasining ro'yiga binoan bu yangi jumhuriyatga yordam berishni darhol to'xtatib qo'ymay, uning aksicha inqilobning texmi kuchayish va muntazam milliy armiyaning qurilib 3 saf bo'yicha jang qilishni qo'llaydi? Bu amaliyotda Sovet Jungo munosabatlari bilan bevosita munosabatlik bo'lib, haqiqatan milliy armiyaning cho'ng ko'lamlik hujumlari faqat Yalta yig'inidan keyin boshlangan edi. Milliy armiya 1945-yili 5-6 oylardan e'tiboran o'rta va shimoliy yo'linish bo'yicha shiddat bilan olg'a ilgarilayotganda, Stalin bilan Jankayshi orasida diplomatik kurashlar avj elayotdi. Gomindan hukumati Stalinning ashu Yalta yig'inida Cherchill va Rooseveltning roziligiga erishgan, ammo Jungoning davlat manfaatiga uyg'un bo'lmagan bir qator shartlardan Astriddan xabar topgan bo'lsa-mu, ammo tag'i Yalta kelishimining mazmunlaridan to'liq xabardor emas edi. Jankayshi hukumatini g'azablantirgan nuqta Amerika, Angliya va Sovet ittifoqining Jungo hukumatini faqat nazarga olmaganligi, ya'ni dunyoning tartibini belgilaydigan bu muhim yig'inga Jungoni qatnashtirmasdan aksicha uning manfaatlarini qurbon qilayotganligi bo'lib, Jankayshi bu kelishimni e'tirof qilmaslik uchun barliq imkoniyatlardan foydalanib tirishchanlik ko'rsatsa-mu, lekin amal qancha? Jungoning Yaponiya ishg'oliyatidan ozod bo'lib, egilik huquqini qo'lga keltirishida yuqoridagi 3 kuchlik davlatga tayanmay, ularning o'rinlashtirishlariga bo'ysunmay amal yo'q edi.
Chiang Kai-shek 1937 yili Yaponiya Jungo o'tir tuzlanlik rayoniga keng ko'lamlik hujum boshlagandan e'tiboran Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urush e'lon qilib, Jungoga yordam berishni qo'lga keltirishiga tirishib, Stalinni Yaponga qarshi urushga so'rab kirish uchun barliq diplomatik vositalarni qo'llangan bo'lsa-mu, ammo Stalin Chiang Kai-shekni deb Yapon bilan bo'lgan munosabatini buzib olishni xohlamagan edi. Aksicha u 1941 yili Yaponiya bilan betaraflik kelishimi tuzgan hamda Jungoga maxfiy berayotgan harbiy yordamlarni to'xtatgan edi. Stalin Sovet-German urushi boshlanganda Sovet ittifoqining sharqiy va g'arbiy safda urush qilib qilishidan andisha qilib, Yaponiya bilan uzluksiz turda normal munosabatni saqlab, g'arbda Germaniya, sharqda Yaponiya armiyasining iskanjasida qilib, biroqla gumron bo'lishdan saqlandi. Stalin sharqiy rayonlarining bexatarligi uchun Amerikaning Osiyo Tinch okean rayonidagi harbiy harakatlariga qo'shilmadi va Amerika bilanmi oshkor hamkorlashmadi. Jungoni oshkora qo'llamay, Yaponiyani 5 yil vaqt aldab tutib turish orqali o'zining g'arbiy safda Germaniya armiyasini Sovet tuproqlaridan g'albilik tozalashini qo'lga keltirib oldi. 1945 yilining beshida Germaniyaning mag'lubiyati oydinlashgan bo'lsa-mu, ammo Yaponiya bilan hal qilg'uchi urush qilib, Osiyo Tinch okean rayonining tinchligini asliga keltirishni muhim strategik kun tartibga qo'ygan Amerika, Sovet ittifoqini Yaponiyaga qarshi urushga qatnashtirish uchun davomli tirishib, bir tarafdan Jungoni Yalta kelishimiga ko'ndirishga, yana bir tarafdan Stalinning tezroq Yaponga qarshi urush boshlashga undidi. Ilida milliy armiya qurilib, Sharqiy Turkiston mustaqillik uchun olg'a degan xatlar yozilgan bayroqlarni topshirib olib, jiddiy harbiy tayyorliklarni ilib berayotganida, ya'ni 1945 yili 4-oyning 12-kuni Amerika prezidenti Roosevelt vafot bo'ldi. Vazifa topshirib olgan prezident Truman Stalinning Yalta kelishimida bergan va'dalarga amal qilmasligini bilish uchun 5-oyda Hopkinsni Stalin bilan so'zlashishga Moskvaga avatdi. Hopkins Stalindan Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashmasligi masalasini so'rganida, Stalin qat'iy ravishda buning hammasining Jungoning Yalta kelishimini qabul qilmasligiga bog'liq ekanligi, faqat shuningdan keyinla qaror chiqadiganligini bildirgan. Stalin yana Hopkinsning urushdan keyin Jungoning birlikka kelgan davlat bo'lishini xohlaydiganligini, Sovet ittifoqining Jungodan zimin tamasi yo'qligi, bo'libmi Manjuriya, Şinjan qatorliq joylardagi Jungoning egilik huquqini har qanday ma'noda hurmat qildiganligini, shuningdek yana faqat Amerikaning urushdan keyin Jungoning qurilishini asliga keltirish xizmatlariga yordam beradiganligini ifoda qildi. Stalin Hopkinsga yana 7-oyning 1-kuni Tashqi ishlar ministri Sun Zivin bilan Moskvada Yalta kelishimining munosabatlik moddalari bo'yicha suhbatlashishga qo'shilganligini bildirdi. Truman bu xabarni anglagandan keyin 6-oyda Jungo Tashqi ishlar ministri Sun Zivin bilan ko'rishib, Yalta kelishimidagi Jungoga oid moddalar haqida so'raganda, Sun Zivin Jungoning bu kelishimining Jungoga oid moddalarga qat'iy qo'shilmaydiganligini eskartdi. Biroq Washington rahbari agarda Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashsa, Amerika hukumatining Yalta kelishimiga nisbatan qo'llash pozitsiyasida bo'lmasligi mumkin emasligini bildirdi. 6-oyning 14-kuni Truman Sun Zivinga Stalinning Hopkinsga bergan va'dalarining tafsiliy mazmunlarini uqtirib, Jungoning Sovet ittifoqi bilan Yalta kelishimining munosabatlik moddalari bo'yicha suhbat o'tkazishni tavsiya qildi. Jungo rahbarlari Yalta kelishimi masalasi bo'yicha Amerika hukumati bilan so'zlashib, vaqtni orqaga so'zayotganida, Eli milliy armiyasi Jing va Shixo ham cho'chak liniyasiga qarab olg'a ilgirlayotdi.
6 ayning 15 kuni Amerikaning Chongqingdagi elchisi Xerli Jungo hukumatiga rasmiy turda Yalta kelishimini ma'lum qildi. Vaziyatning taraqqiyotiga bo'ysunishga majbur bo'lgan Jang Kayshi oxiri Yalta kelishimi bo'yicha Sovet ittifoqi bilan suhbatlashishga qo'shildi. Hamda 6 ayning 30 kuni Moskvada Jungo bilan Sovet ittifoqi orasidagi suhbat boshlandi. Suhbat boshlanishi bilanla Jungo vakili Sovet ittifoqining Yalta kelishimida erishgan manfaatlarga oid talablarni qabul qilolmaydiganligini bildirganida Stalin suhbatni uzib etdi. Lekin 7 ayning 7 kuni Stalin Potsdam yig'iniga qatnashish jarayonida Amerika prezidenti Trumanning Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urushga qatnashmaslik masalasini tilga olganida Stalin qat'iy ravishda Sovet ittifoqining Jungo bilan texi kelishim hosil qilmaganligini, bu kelishimning yanada Sovet ittifoqining Yaponiyaga qarshi urush e'lon qilishining oldingi sharti bo'ladiganligini ta'kidladi. Sungzivin bilan Stalin orasida ilgari keyin 5 qatim suhbat elib berilgan bo'lsa-mu, lekin Stalin o'z shartlaridan yanmadi. Shuning bilan suhbat uzilib qoldi. Hamda Sungzivinning o'rniga Wang Shiji Moskvaga kelib, 8 ayning 7 kunidan toki 14 kunigacha Stalin bilan 4 qatim suhbat o'tkazdi. Dramatik nuqta shuki, Sungzivin suhbatni boshlab Jungoga qaytgandan keyin Sharqiy Turkiston Milliy armiyasining Fatih Liksin boshchiligidagi Shimoliy fort qismlari Tarbag'atay viloyatiga hujum qo'zg'ab, ilgari keyin Durbiljinni va 7 ayning 31 kuni Cho'chakni ishg'ol qilib, butun Tarbag'atay viloyatining ozod bo'lganligini jakarıldi. O'ttira yo'nalishdagi qismlar Jing va Shixo atrofidagi Gomindang mudofaa nuqtalariga hujum qo'zg'ab, Gomindang kuchlarini Jing va Shixo shaharlariga qapsib oldi. Qisqasi, milliy armiyaning hujumlari texmo shiddatli tus oldi. G'uljidagi Stalinning bevosita vakillari hisoblanadigan 2 nomerlik o'yinning boshliqlari, ya'ni Cumhuriyatning harbiy siyosiy maslahatchilari general-mayor Ignarov bilan general-leytenant Lanfang rais Cumhur Ilixan To'rining yordam talablarini bajo keltirib, uning barliq shuarlarini va siyosiy tadbirlarini himoya qildi. Sovet ittifoqi Kommunistlar partiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosi 1945-yili 6-oyda yig'in chaqirib, milliy armiyani kuchaytirish uchun 500 nafar Qizil armiya ofitseri 2000 jangchi avatish haqida maxsus qaror chiqardi. Bu qarordan keyin Ichki ishlar rahbari Beriyaning tashqi ishlar ministri Molotovga yo'llagan maxsus ma'lumot xatida Xinjiangdagi musulmonlarning qo'zg'alon harakatlariga qatnashish uchun Qizil armiya sepidan ajratilgan ofitser va jangchilarni avatish amalga oshirildi deb ko'rsatilgan. Bu chaqda yana zo'r miqdorda ig'ir yenik qurol-yaroqlar va o'q-dorilar milliy armiyaga berilgan bo'lib, Alixan To'rining 1945-yili may oyida Moskva rahbarlariga yozgan xatidagi yordam talablariga javoban Sovet ittifoqi hukumati yuqorqidek yordamlarni ko'rsatgan edi. Milliy ozodlik inqilobiga yordam berish ishlariga O'rta Osiyo jumhuriyatlarimi jalb qilingan bo'lib, arxivlardan oshkorlanishicha, O'zbekiston ittifoqdosh jumhuriyati ministrlar kabinetining raisi Abdurahmonov, Ichki ishlar ministri Beriyadan o'zining Sovet ittifoqi moliya ministrligiga yozgan moliya xomchut iltimosini tasdiqlashni qo'llashni talab qilgan. U bu iltimosda O'zbekiston ittifoqdosh jumhuriyatining 1946-yilidagi xomchotiga Sharqiy Turkistonda ilib boradigan harakatlariga keladigan chiqimlar uchun 5 million rubli pul qo'shib berish talab qilingan.
Albatta, tarixiy shohidlarning isbotlashicha, Sovet ittifoqi ayni vaqtda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatiga bergan harbiy yordamlari uchun mazkur jumhuriyatdan zo'r miqdorda to'lam olgan bo'lib, jumhuriyat hukumatı har bir og'ir yinik qurollar va o'q-dorilar va boshqa aslahalar uchun Sovet ittifoqiga ma'lum miqdorda chorva mol, ochliq o'tkazib turgan. Ammo bu baribir cheklik bo'lib, Moskvaning harbiy texnika, harbiy qo'mondonlik va boshqa moddiy ham ma'riviy tarkiblardagi yordamlari yanada muhim rol o'ynagan. Tarixiy arxivlardan oshkorlanishicha, hatto Durbiljonning ilinishiga bevosita Moskvadagi ichki ishlar qismlarining qo'mondoni buyruq qilgan. Demak, Moskva garchi Yalta kelishimida o'zi ko'zlagan maqsadlarga erishgan bo'lsa-mu, lekin Jungo hukumati bilan bu masalada aniq kelishim hosil qilmaganligi, uning ustiga Jungo hukumatining Yalta kelishimiga oson ko'nmaydiganligini nazarga olib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qo'llashni davomlashtiribla qolmasdan milliy armiyaning harbiy urushni Jungo doiralarining Yalta kelishimidagi modellarga tezroq ma'qul bo'lishi uchun foydalangan xolos. Stalin 1945-yili 9-iyul kunidagi Jungo vakili bilan o'tkazgan suhbatida ili inqilobiy masalasida to'xtalib, buningdan keyin shaxslarning qurol yaroq tutishini to'xtatganligi hamda chegarani qamal qildiganligini bildirib, o'zining Sharqiy Turkistondan kutadigan boshqacha niyati yo'qligini ifoda qildi. Ammo bu chaqda Jungo bilan Sovet ittifoqi orasida texnik kelishim tuzilmagan bo'lib, faqat ikki taraf qo'l qo'ygan kelishimlar Stalinni xotirjam qila oladi hamda uning erishgan manfaatlari kapolatlikka ega bo'lgan bo'ladi. Shunga toki kelishim tuzilguncha bo'lgan orliqcha ili milliy armiyasi hujumlarini davomlashtirib, Jing, Shixo liniyalaridagi Gomindan qo'shinlariga keng ko'lamli hujum qo'zg'adi. Shimoliy frontdagi qismlar bo'lsa, Cho'chak va Oltay taraflarga yurish qilib, Jankayshi hukumati Stalinning shartlariga qo'shilishni orqaga surgan seri va yoki qarshilik bilingan seri milliy armiya qo'shinlari shiddat bilan ilgirlashni davomlashtirib, Jungo hukumatida butun Sharqiy Turkiston qo'ldan ketadigan bo'ldi degandek xavfsizlashtirishni paydo qilib, bu ularning Stalin o'ttirg'i qo'ygan takliflarini qabul qilish suratini chiziltish rolini o'ynaydi. Ammo mustaqillik deb jinini pido qilayotgan Uyg'ur jangchilari o'zlarining issiq qonlarining Uyg'ur diyoridan 5000 kilometr yiroqdagi Kiromil saroyida o'ltirgan Stalinning strategik plani uchun to'kilayotganligini hech sezmagan edi. Milliy ozodlik harakatlarining mundaq shiddat bilan avj elib, uning butun Uyg'ur elida kengayotganligi qo'zg'olonchilarning har qadamda g'alaba qilib, Gomindan qo'shinlarining mag'lub bo'layotganligi hamda qo'zg'olonchilarning orqasida qudratlik davlat Sovet ittifoqining hayvi bilan turganligini sezgan Jankayshi Stalinning shartlariga ko'nmay mumkin emasligini oxiri tushunib yetdi. Bu yerda uni eng bearam qilgan masala Yalta kelishimidagi Mongoliyaning mavjud holatini saqlash bo'lib, bu Jungo hukumati Mongoliyaning mustaqilligini e'tirof qilishi deganlik edi. Stalin mana bu masalada Gomindan hukumatiga qat'iy yo'l qo'ymadi. 8-oyning 8-kunidan 15-kunigacha Bay Aqsu Koni shahar ozod qilindi. 8-oyning 5-ida Toshqo'rg'on qo'zg'olonchilari u joydagi dushmanni yo'qotib, Toshqo'rg'on valiy mahkamasini qurdi. Orqadilla 6 oy ozod bo'ldi. Natijada Jankayshi Stalinning shartlariga ma'qul bo'lishni orqaga so'zgan seri Sharqiy Turkiston vaziyatining o'zi uchun foydasiz bo'ladiganligi, balki Mongoliyalar emas, yana Sharqiy Turkistondanmi ayrilib qolish ehtimolligi borligini tunib yetib, ikki davlat orasida shartnoma imzolashga rozi bo'ldi hamda 1945-yili 14-avgust kuni Moskvada Sovet Jungo do'stlik ittifoqdoshlik shartnomasi rasmiy imzolandi.
bu shartnomaga oid almashtirilgan qo'shimcha hujjatlarda Gomindang tashqi Mongoliyaning mustaqilligini e'tirof qildi. Sovet ittifoqi taraf bo'lsa, Sharqiy Turkistonda yuz bergan voqealar to'g'risida Sovet ittifoqi bilan Jungo hukumati do'stlik ittifoqdoshlik shartnomasining 5-moddasida aytilganidek, Jungoning ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'qligini bildiramiz, deb bildirdi. Lekin shuni eskartish kerakki, Sovet ittifoqi hukumati hech qachon rasmiy ravishda o'zining ili inqilobini qo'llaganligi va uningga harbiy jihatdan yordam berganligini e'tirof qilgan emas. Sovet ittifoqining ilidagi barliq faoliyatlari maxfiy ravishda ilib berilgan bo'lib, bu Gomindang hukumati va xalqaro jihatdan sir tutilgan bo'lg'achqa, har qanday bir xalqaroliq so'rinda Moskva o'zining Sharqiy Turkistondagi qo'zg'olonlar bilan munosabati yo'qligini bildirib kelgan edi. Shunga ili armiyasi Sovet Jungo do'stlik ittifoqdoshlik shartnomasi imzolanib bo'lgandan keyinmi Jing va Shixoga qaratgan hujumlarni to'xtatmay, toki mazkur shartnoma imzolanib 3 hafta o'tkicha, ya'ni Milliy armiya 9-oyning 6 va 7 kunlari ilgari keyin Jing ham Shixoni ozod qilib, Manas daryosi bo'yiga yetib kelganga qadar hujumlarini davomlashtirib, faqat Jungo hukumatining maydonga chiqib, Sovet ittifoqidan milliy inqilobchilar bilan yarashtirib qo'yishni talab qilishga majbur qildi. 11-sentabr kuni Urumchidagi Jungo diplomatiya amaldorlari Urumchidagi Sovet konsuli Yevseyev bilan ko'rishib, yarashtirishni talab qilgandan keyin Moskva rasmiy turda ikki tarafni yarashtiruvchi salohiyati bilan oshkora maydonga tushdi. Umuman eli inqilobchilarning orqasida Sovet ittifoqining turganligini ayni vaqtda Moskva doiralari e'tirof qilmagan bilan, ammo Amerika, Angliya hukumati jumladan Jungo hukumati uningga ishonmadi. Shunga Jungo hukumati uningga diplomatiyalik masala nuqtasidan qaradi. Jungo Gomindang hukumatining nazarida Sovet hukumatisiz ili masalasini hal qilg'ili bo'lmaydi. Ili armiyasining Sovet Jungo do'stlik ittifoqdosh shartnomasi imzolanib bo'lgandan keyinmi Jing va Shixoga qaratgan hujumlarini to'xtatmaganligi, shuningdek Manas daryosi bo'yiga qistab kelishi hamda janubda Oqsu atrofidagi va Toshqo'rg'on atrofidagi janglarning davomlashaverishi yanada bir tarafdan Moskvaning o'zining bu inqilob bilan munosabati yo'qligini Jungo hukumatiga isbotlab bermoqchi bo'lganligi bo'lsa, yana bir tarafdan Gomindang hukumati bilan Moskva orasida Sharqiy Turkiston masalasining unchavala oson tugamaydiganligini, balki Sovet ittifoqining bu joyda yanala o'z ta'sirini saqlaydiganligini ko'rsatishi bo'lsa kerak. Umuman, Yalta kelishimida oldin belgilangan Sovet Jungo do'stlik shartnomasining tuzilishidan keyin Moskva Sharqiy Turkiston siyosiy strategiyasining yangi bosqichini boshlab, milliy armiyani Manas daryosi bo'yida to'xtatib qo'yib, Sharqiy Turkiston hukumatini Gomindang markaziy hukumati bilan tinchlik suhbati o'tkazishga qistadi. Yalta kelishimida o'ttirg'a qo'yilgan Sovet ittifoqining Jungo hukumati bilan do'stlik shartnomasi imzolash qarori amaliyotda Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining urush to'xtatib, Jungo markaziy hukumati bilan bitim tuzash voqeasining kelib chiqishiga asos bo'ldi. Tinchlik bitim va uningdan keyingi toki 1949-yilgacha bo'lgan oraliqda Stalin hukumati 3 viloyat inqilobiga nisbatan yana boshqacha strategiya qo'llangan bo'lib, Moskva garchi Alixon To'rini ilib ketib, birlashma hukumatni maydonga chiqargan hamda Ahmadjon Qosimiy qatorliq keyingi rahbarlarni Sharqiy Turkiston Jumhuriyati degan nomni o'zgartirishga majbur qilgan. Saydulla Sayfullayevning bayon qilishicha, bitimdan keyin Jumhuriyat nomi amaldan qilib, Sharqiy Turkiston ili viloyati, Sharqiy Turkiston Tarbag'atay viloyati, Altay viloyati degandek nomlar ishlatilgan. Moskva baribir ozod 3 viloyatning yanala bir gavda sifatida mustaqil mavjud bo'lib turishini qo'lladi. Ammo
Moskva yanıla 3 viloyatga bo'lgan kontrolligini qo'ldan bermagan bo'lib, Sovet razvedkasi maxfiy ravishda faqat Gomindan askarlaridan o'lja olgan qurollar bilan qurollangan milliy armiyani va hukumatni davomli nazorat qilib turdi. Alixan Töre'ga maslahatchilik qilgan 2-chi dum boshlig'i general Egranov toki 1949-yilining kuz fasligacha Qo'rg'osdagi Sovet razvedka o'rnida turib, elining harbiy siyosiy vaziyatini kontrol qilib turishni davomlashtirdi. Ahmadjon Qosimi qatorliq eli inqilobchilari xuddi Alixan Töre qatorliqlarning o'zlarining Gomindan Jungo hukumati bilan Sovet ittifoqi hukumatining orasidagi diplomatik so'rinlarning qurboni bo'layotganligini faqat eng oxirgi paytlardala sezgandek ularmo o'zlarining taqdirlarining Stalin bilan Liu Shaochi orasidagi 1949-yili 7-8 oylardagi suhbatlarda bekitilganligini sezmay qolgan edi. Ahmadjon Qosimi qatorliq Uyg'urlarning ozodligini ayni vaqtdagi dunyodagi eng qudratli davlatlarning biri bo'lgan Sovet ittifoqining rahbari Stalinning qo'lishisiz amalga oshirg'ili bo'lmaydi. Hamda uningga umid bog'lagan ko'plagan siyosiy arboblar hamda hamma yerga esilib turgan oy yulduzliq jumhuriyat bayroqlari va Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun olg'a degan xatlar yozilgan harbiy bayroqlarni ko'targan milliy armiyaning mavjudligiga qarab, yanada Stalindan umid kutgan xalq o'zlarining taqdirining amaliyotda Moskva sehrgarlari tarafidan pichilib bo'lganligini o'xshashla sezmay qolgan edi. Sharqiy Turkiston hukumatining oxirgi taqdirini allaqachon bekitib bo'lgan bo'lib, Stalin 1949-yili 30-yanvar kuni Mikoyanni maxfiy turda Jungo kommunistlari bilan Jungoda kommunistlar hokimiyatiga chiqqandan keyingi vaziyat jumladan Sovet Jungo munosabatlari va boshqa bir qator siyosiy masalalarni muzokara qilish uchun Mao Zedongning turishlik o'rni Shibaypoga avatdi. 8 fevralgacha bo'lgan 8 kunlik suhbat jarayonida albatta Sharqiy Turkiston masalasimi muzokara qilindi. Mikoyan o'zining Shibaypo ziyorati haqidagi hissiyot dokladida mundaq deb yozgan: Mao Zedongning bizning Sharqiy Turkistonga qaratgan maqsadlarimizga nisbatan gumoni bo'lgan. U Sharqiy Turkistonning Ili viloyatida Urumchi hukumatiga bo'ysunmaydigan mustaqillik harakati mavjud va u yerda kommunistlar partiyasi mavjud dedi. U yana 1945-yili Chongqingda Bay Zhongqi bilan uchrashganida Ili viloyatidagi yerlik qo'zg'olonchilar Sovet aeroplanlari, tankilari va zambiraklari bilan qurollanganligini so'zlab bergan edi. Men onunğa bizning Sharqiy Turkiston xalqlarining mustaqillik harakatlarining orqasida turmaydiganligimizni, uning ustiga yana Sharqiy Turkiston zaminiga nisbatan hech qanday zamin talabimiz yo'qligini, balki Sharqiy Turkistonning Jungoning tarkibiga kirishi lozim deb hisoblaydiganligimizni qat'iy holda bildirdim. Mikoyan yana o'zining 1949-yili 4-fevral kuni Shibaypodan Stalinga yo'llagan telegrammasida Mao Zedongga Sovet hukumatining Jungo kommunistlarining kelgusidagi milliy siyosati haqidagi takliflarini yetkazib qo'yganligini aytgan. U mundaq deb yozgan: Men Mao Zedongga bizning markaziy komitetimizning Jungo kommunistlarga milliy masalada osonliq millatlarga haddidan ziyoda mustaqillik bermaslikni, shuning bilan birga Jungo kommunistlarining hokimiyatga chiqishiga bog'liq Jungo davlatlarining territoriyasining ozlab ketmasligini, osonliq millatlarga mustaqillik emas, balki avtonomiya berishni tavsiya qiladiganligimni ma'lum qildim. Mao Zedong bu javobga xush bo'lib ketdi. Ammo uning chiroyidan uning hech kimga mustaqillik bermaydiganligi ko'rinib turadi. Mana bu Yalta kelishimi tuzilgan fevral oyidan 4 yil o'tgandan keyingi fevralda Stalinning G'uljidagi Ahmadjon Qosimi qatorliq rahbarlardan va Moskvaga ishongan sodda xalqdan xufiyona tutilgan,
Uyg'urlarning siyosiy taqdiriga oid uzil kesil qaror bo'lib, Ahmadjon Qosimiy qatorliqlar ana shu qaror Mao bildirilib, taxminan 8 oylar o'tgandan keyin Stalin boshliq Kermil rahbarlari maxsus ta'minlangan aeroplan bilan uchib, balki shundaqdir, Sovet ittifoqi territoriyasidagi Chita shahri yanida hodisaga uchradi. Ahmadjon Qosimiy qatorliqlarning jasadi Stalin bilan Mao orasida Sovet Jungo do'stlik, o'zaro hamkorlik shartnomasi tuzilib bo'lgandan keyin Ahmadjon qatorliqlar G'uljidan ketib, taxminan 6 oydan keyin Mao bilan birga Moskvadagi diplomatiya so'riniga ishtirok qilgan Sayfiddin Aziz tarafidan G'uljiga elib kelinib, Sayfiddin Dinglichuan va 1944-yildagi G'ulji qo'zg'olonga boshdan oxiri qo'l tiqqan, keyin Alixon To'rini elib ketish bilan munosabatlik bo'lgan G'uljidagi Sovet konsuli Dabashin qatorliq 3 kishilik hay'atning rahbarligida dafna qilindi. Mana bu cho'ng shaxmat taxtasidagi ajoyib qismatlarning davomi edi.